شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان İbadətdə usul köp, fəzilətə bay bolğan, məğfirət həm bərəkət, rəhmətlərə liq tolğan, cənnətlər kən içilib, dozaq məhkəm taqilib, yetib gəldi bizlərə xoş mübarək Ramazan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Qur'onda Adəm əleyhissalamdan tartib Yusuf və Musa əleyhissalamgacha nəhayət köp qissalar sözləngan. Biz bularni hikoya shaklida o'qib qo'ysak, asosiy maqsadiga yetolmagan bo'lamiz. Masalan, İbrahim əleyhissalamning İsmoil əleyhissalamni qurbonlik qilish qissasini o'qib, hayronlikda shu chaqda Alloh qo'chqorni tushirib bermagan bo'lsa, bolalarimizni qurbonlik qilarkanmiz deb qo'ygan bir qissamiz. Balki bolasini ikkilanmay qurbonlik qildigan fidokorlik qissasidir. Qurbonlik berish navbati kelganda bosh to'lg'imay o'zini o'tirg'i tashlash qissasidir. Musa alayhissalom bilan Firavunning qissasi bolaning boqqandasi qarshi chiqish qissasi emas, balki zolimning kim bo'lishidan qat'iy nazar uning oldida tik turish qissasidir. Bu qissalarning hammasida kishilarga bildirmoqchi bo'lgan bir haqiqat, bir reallik bor. Biz mushu taraflarni yaxshi o'zlashtirib olmasak, Musa alayhissalomdek hayotimizdagi firavunlarni yo'qota olmaymiz. O't tutishdan qo'rqmaydigan İbrahimlar maydonga kelib, Namrudlar yo'qoldi. O'zining butkul hissiyotlariga ega bo'la oladigan Yusuflar maydonga kelib, fitna fasod tugaydi. Habil Qabilning qistin musulmonlik izzati, sharfi va qina qo'l uzatmaydiganlar chiqib, musulmonlar orasidagi nohaqchilik yo'qoldi.
Şoňa bu qissalarni anlapla qalmasdan düşünüp özleştirişimiz lazım. Bugünkü sualımız, Adem aleyhisselam qaysi günü yaratıldı ve qaysi günü cennetten çıkarıldı? Kim en tez ve en doğru cevap bereleydi?